o'quvchilar boshlayveramiz bo'lsin. Mixail Bulgakov Usta Margarita asarida Volant va uning hamtovoqlari haqida yozadi va ular bu jamoani juda ham yomon tarzda qiyoslaydi. Lekin bir yaxshi ishga qo'l urishgan edi. Ularni o'sha jamiyat uchun qilgan yaxshiliklari yomon ishlar fonida kitobxonlarga sezilmasligi mumkin. Ularni hammamiz yomon deb o'ylashimiz mumkin. Diqqat savol. Ular qanday yaxshi ishga qo'l urishgan edi? Bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz, bu olamning jumlog'i ko'p, bu olamning so'rog'i. Usta Margarita asarida Volant va uning jamoasini yomon salbiy obrazda ifodalab, lekin bu salbiy ishlar oqibatida fonida bir jamiyat uchun foydali bo'lgan narsani aytib ketadi. Buni kitobxon darrov sezmasligi mumkin, lekin mazmun tushungan odam darrov uni payqaydi. Asardagi voqealarga e'tibor bergan bo'lsalaring, hamma yomon voqealar jamiyatdagi bir shaxslar ishtirokida bo'ladi va ularni boshida bo'ladi bunday yomon voqealar. Jamiyatdagi yomon odamlar, nafsiga qul odamlar, poraxo'rlar, iflos kishilar bo'ladi. Yomon voqealar va ularning asl yuzini ko'rsatib beradi. Ammo faraz degan nurda sarxat yo'q.